Jigarlarim, videoga bitta like bosib qo'ymasalaring bo'lmaydi. Bu narsani juda ham ko'pchilik izlagan, buni aniq bilaman. O'zim ham sizlar qatorlarni izlaganim uchun va nihoyat oqtarib topganligim uchun sizlarga chiqaryapman, чтобы sizlarga ham, ne только sizlarga, hammaga foydali bo'lsin degan maqsadda bu videoni qilyapman bu narsalar. Bitta like deb podpiskani bosib qo'ying. Bu videoni hech kim topolmaysizlar, hech kim chiqarmaydi bunaqa narsani, bunaqa sirni hech kim ochmaydi ham. Qaranglar. Sizlarga moshina kraskasini eng oson tekshirish yo'lini o'rgataman va o'sha tavsiya ham qilaman o'zim. Ko'rasizlar mashinamni? Meni mashinam absolut toza, petnos ham yo'q, faqat kraska tekizilgan joyi bor. Mana mana shu yerda. Ko'rdinglarmi? Bilinishni ko'rasizlar buni. O'layapman, farqi yo'q. Mana. Endi bu narsani katta kraskasi bo'lsa, mashinani xuddi shunaqangi chotki va chiroyli qilib aniqlab beradi bu narsa. Endi buni hozir lampasini oqtarib yurganlar ham bor. Bu o'zali ultrafioletli lampa deylar, mana qaranglar. Допустим, bu ham qora, bu ham qora. Faqat bunda o'shanaqangi binafsha nimasi nuri yo'q, ha bunda bor mana rezinkada. Xuddi shunaqangi qilib topib beradi. Buni men oson yechimini topdim. Oson yechim topganim uchun sizlarga men ko'rsatay deyapman. Bu narsa qarang. Oddiy 40 ming so'm sotadi buni bozorda. 40 ming so'm sotadi buni. Hali juda ham bir nima narsa emas. Endi buni moshnilari bor, lekin sizga moshina kraskasini aniqlashingiz uchun shuni o'zi yetib ortib qoladi. Ultrafioletli fonarik bering deysiz, dollar tekshirgani deysiz. Dollar tekshirgani. Shu dollar tekshirgan narsa shu kraskalarni aniqlab beradi. Endi sizga shunaqangi 40 ming so'm desam yetadi. Bunaqangi bir katta nimasi kerak emas. Pullik unaqasi kerak emas. Ko'ryapsizmi? Yetadi shuni o'zi. Ko'rasizmi, rezinkani даже aniqlab beryapti. Masalan, buni ikkitasi, ikkovi ham qora bo'lsa, mana uni qora, narigisini ham ultrasveti bor, shuni aniqlab beradi. Hozir shu imminni shetini sizlarga bunday qilib video qilib tashlab qo'yay, xudo xolasa, hammaga foydali bo'lsin, odamlar qiynalib yurmasin degan maqsadda bu videoni chiqarib yuboryapman. Jigarlarim, like podpiskani bosishga arz bo'ladi.